Demek hammaga yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz uchinchi mavzu, ya'ni iqtisodiy tizimlar yoki bo'lmasam ijtimoiy iqtisodiy tizimlar e, deb nomlanadi. To'rtinchi mavzumiz bo'ladi bizada mulkchilik munosabatlari. Ikkisini umumiy bitta demak kattaroq taqdimot qildim qulayroq bo'lishi uchun. Xo'p, birinchi rejamiz ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari va ularni bilishga bo'lgan har xil yondashuvlar haqida gaplashamiz. O'zi ijtimoiy iqtisodiyot taraqqiyotnomi nima, ular qanday bosqichlardan o'tgan, ularni qaysi demak usullar orqali biza idrok qilamiz degan masalalarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi mavzumiz ijtimoiy iqtisodiy tizimlarning o'zi va ularni har xil modellari haqida demak asosiy gap ketadi. Undan keyin mulkchilik munosabatlarini o'tamiz, ya'ni mulkchilik munosabatlarining mohiyati, ularning shakllari va O'zbekiston Respublikasidagi demak mulklar uni davlat tasarrufuna kiritish va chiqarish yoki bo'lmasam xususiylashtirish va milliylashtirish deb aytiladi bu narsa. Shu ikkalasi haqida demak qisqacha gaplashamiz. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Birinchisi, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari va ularni bilishga bo'lgan yondashuvlar haqida gaplaganda birinchi tushunishimiz kerak biza. Demak, kishilik jamiyati ishlab chiqarish munosabatlari va ishlab chiqaruvchi kuchlarni o'zaro birligi va ziddiyati asosida a, rivojlanib kelgan. Uni turli bosqichlariga o'ziga xos iqtisodiy tizimlar to'g'ri keladi. Bunda insoniyat taraqqiyoti bosqichlari va har bir bosqichga xos bo'lgan iqtisodiy tizimlarni o'rganish, demak, iqtisodiy jarayonlarni, ularni o'zgaruvchan ekanligini bilishda asosiy demak faktor bo'lib nima qiladi? Xizmat qiladi. Ana endi mana shu bosqichlari bilan taraqqiyot bosqichlarini bilishdagi asosiy yondashuvlarimiz. Birinchisi tarixiy formatsion yondashuv orqali biza bosqichlarga bo'lamiz. Keyingisi sivilizatsiya darajasi yoki bo'lmasam tamaddun darajasi bo'yicha biza bosqichlarga bo'lamiz. Ana undan keyingi texnik texnologik imkoniyatlar orqali datamiz, kategoriyalaymiz va oxirgisi iqtisodiy tizimlarni o'zgarish jihatidan yondashamiz. Demak, chata savol gap tushdi o'xshaydi. Hozirgi nima? Ko'rsatilgan darslik keyingi qo'shilgan talabalar uchun ko'rmayapti, iloji bormi shu barchaga ko'rinadigan qilish? Xo'p, menimcha uning bo'lmasligi kerak, lekin agar masala shunday bo'ladigan bo'lsa, hamisha kirib o'chirib qaytadan yuklab berishim mumkin. Hech muammo bo'lmaydi. Bu narsadan siqilmasanizlar ham bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa o'zima Telegramdan orqali yozsangiz to'g'ridan to'g'ri tushib beraman, darslikda muammo emas. Endi ketdik. Demak, tarix informatsion yondashuvda biza ishlab chiqarishning ijtimoiy usullari va uning tarkibiy qismlarini tahlil qilishga ko'proq demak e'tibor beramiz ekan. Endi shunda ishlab chiqaruv kuchlari deydi. Bu ishlab chiqaruv kuchlari ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida kishilar bilan tabiat o'rtasidagi bog'lanishni amalga oshiruvchi shaxsiy va texnik buyumlashgan elementlar tizimidan iborat bo'ladi. Oddiy aytadigan bo'lsak, iqtisodiyot nazariyasi fanida sizlar qadimgi dunyoqarashlarini o'rgandingizlar. Shunda Misr va Mesopotamiyadan demak boshlanadi. Bizning iqtisodiy g'oyalarimiz birinchi hujjatlashtirilgan, manbalashtirilgan yoki bo'lmasa ma'lumotlar yetib kelgan davrlar. Ana shunda o'zi sivilizatsiya nishab boshlanadi degan savolga javob va to'xtaladigan bo'lsak, insoniyat birinchi marta demak temirdan bo'lgan mehnat qurollari yaratishni boshlaydi. Temirdan bo'lgan mehnat qurollari yaratish esa mavjud tizimni o'zgarishiga olib keladi. Mavjud tizim qanday bo'lgan desak, asosiy insoniyat ikki xil shaklda demak qornini to'ydirib hayot kechirgan. Birinchisi ovchilik bo'lgan, ikkinchisi terimchilik bo'lgan. Temir qurollarning paydo bo'lishi esa yerga ishlov berish imkoniyatini olib keladi. Yerga ishlov berish imkoniyati o'z navbatida dehqonchilikka imkoniyat beradi. Dehqonchilik esa o'troq tizimga ko'chib o'tishga yordam beradi. Chunki ovchilik va terimchilik bo'ladigan bo'lsa, o'troq yashab bo'lmaydi. Biron bir joyda ov qilgandan keyin hayvonlar juda tez
yo'q bo'lib ketishni boshlaydi yoki bo'lmasam o'z-o'zidan migratsiya qiladi. Terimchilikka keladigan bo'lsak, u tabiatni o'zi o'stirgandan keyin har yerda bir dana daraxt bo'ladi. U qabilani baholmaydi. Shu nuqtai nazardan insonlar demak ko'chmanchilik bilan hayot kechirgan deb qaraymiz biza va aynan temir qurollarni paydo bo'lishi yerga ishlov berish imkoniyatini berib, u dehqonchilik bergandan keyin dehqonchilik o'z-o'zidan o'troq yashash tizimini kasb qildi. Ana endi odamlar o'troq yashagandan keyin va joylarni bo'lishib dehqonchilik bilan shug'ullana boshlashi asta-sekinlik bilan qishloq shaharlar, keyin ana shu shaharlarda sivilizatsiyani paydo qildi. Bu o'z-o'zidan sinfiy tabaqalanish olib keldi, chunki endi kimdir dehqonchilik bilan shug'ullanadi, kimdir faqat ovchilik bilan shug'ullanadi, kimdir esa aynan o'sha ovchilik va dehqonchilik uchun temir qurollar yoki bo'lmasam instrumentlar yasab beradi. Ana keyin kimdir kelib kimdir tunashni boshlaydi. Bundan boshqa harbiylar, boshqaruvchi shaharni hokimlari va hokazo tizimlar ajralib chiqadi va sinfiy tabaqalanish keladi. Endi bu narsalarni yo'lga qo'ygandan keyin yerlar hali dehqonchilik qilish mumkin bo'lgan, ya'ni o'zlashtirilmagan yerlar katta va bir qabilani odamlari o'zi asta-sekinlik bilan nishatmaydi. Bu yerlarga ishlov berishga yetarli bo'lmay qoladi. Shu nuqtai nazardan keyin boshqa yerlarni bosib olish yoki bo'lmasam boshqa qabilalarni qul qilish tizimi boshlanib, ana birinchi iqtisodiy tizim qullik tizimi demak boshlanadi ekan. Aynan shu nuqtai nazardan biz yondashishimiz demak bu tarixiy formatsion yondashuv hisoblanadi. Endi o'zi iqtisodiy munosabatlar nima desak, bu kishilar uchun zarur bo'lgan hayotiy ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida vujudga keladigan munosabatlar hisoblanadi. Biz sizlar bilan birinchi darsda gaplashgan edik iqtisodiyotning asosiy 4 funksiyasini, ya'ni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol funksiyalari. Ana shu munosabatlar demak jarayonida vujudga keladigan shu funksiyalarni bajarish jarayonida vujudga kelgan har qanday munosabatga biza demak iqtisodiy munosabat deb aytamiz ekan. Bunda takror ishlab chiqarish munosabatlari yoki iqtisodiy munosabatlar deb yuritsam bo'ladi. Endi muayyan taraqqiyot darajasidagi ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlari muayyan turining birligi va o'zaro ta'siri ishlab chiqarish usulini demak tashkil qiladi ekan. Ishlab chiqarish usuli bilan jamiyatni ust qurilmasi yoki nadstroykasi deymiz. Ijtimoiy iqtisodiy formatsiyani demak tashkil etadi. Bu mana bu yerdagi asosiy demak nimamiz formatsiyalarimizdan kelib chiqqan holatda. Xo'p, endi ishlab chiqarish munosabatlari tarkibi haqida gaplashsak, bu bo'yicha ham qisqacha tasavvur boradi. Bugun demak kengroq ko'rib chiqamiz. Bular biza ikki xil iqtisodiy va organizatsion nuqtai nazardan hamda ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan uzr ko'rib chiqamiz. Demak, tashkiliy iqtisodiy munosabatlar birinchi mehnat taqsimoti, ya'ni tashkillashtiramiz biza. Kimga qanchalik mehnat taqsimlanadi, ixtisoslashuv, kim yoki bo'lmasam qaysi guruhlar, qabilalar qanday ixtisoslashadi, kooperatsiyalashish yoki bo'lmasam o'zaro u yoki bu sohalarda demak birgalikda qaysidir bir narsalarni individual tarzda bajarish nuqtai nazaridan demak taqsimlanishimiz. Ishlab chiqarishni to'plash yoki bo'lmasam ishlab chiqarishni o'zaro uyg'unlashtirish, bir-biriga demak moslashtirish haqida gap ketadigan bo'lsa, bularni hammasini biz ishlab chiqarishning tashkiliy iqtisodiy munosabatlarini kirgizamiz ekan. Endi ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarga keladigan bo'lsak, ijtimoiy iqtisodiy munosabatlarda aynan biz yuqorida gaplashgan asosiy 4 funksiyamizda bo'ladigan jarayonlar. Bular ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va iste'mol qilish hisoblanadi. Va bularni yanına yana mulkchilikdan qo'shasizlar. Ya'ni mulkchilik shaklidan ham demak kelib chiqadi ekan. Xo'p. Ijtimoiy iqtisodiy formatsiyani demak asosiy biza ajratamiz tarkibiy tuzilishida ishlab chiqarish usuli va ust qurilma yoki bo'lmasam nadstroyka deymiz. Bu biron bir tizimni tepasida u tizimdan nima desam bo'ladi? U tizimga bog'liq bo'lmagan yoki tobe bo'lmagan holda ishlaydigan
tizimlar, muhit yoki siyosat yoki bo'lmasam huquq yoki madaniyat mafkuralar hisoblanadi. Hozir bir boshdan gaplashib chiqamiz demak. Ishlab chiqarish usulini yana biza tarkibiy qismlari bo'lsak, birinchi ishlab chiqaruvchi kuchlar nuqtai nazaridan qaraymiz. Bunda ishchi kuchi va ishlab chiqarish vositalari nimaligi. Masalan, tizimni tushunsak biz ishchi kuchi asosiy qismi kunlar bo'lsa, ishlab chiqarish vositalarining asosini o'sha temir qurollarimiz tashkil etadi desak, biza bu qulchilik tizimi bo'ladi. Ishchi kuchi krepostnoylar yoki krestьянинlar, ishlab chiqarish vositalari yana o'sha demak temir qurollar desak, bu уже feodalizm tizimi hisoblanadi. Endi ishchi kuchini biza transformatsiya qilib, aytaylik, yollanma ishchilar yoki bo'lmasa manufakturada ishlaydigan ishchilar desak, ishlab chiqarish vositalari esa endi o'sha temir qurollar bilan birgalikda qandaydir uskunalar yoki bo'lmasam zavod yoki fabrikalarda ishlaydigan u yoki bu yarim avtomatlashgan murakkabroq temir yoki boshqa materialdan bo'lgan ishlab chiqarish vositalari bo'lsa, bu demak уже sanoat darajasiga yetgan tizim hisoblanadi. Bu ya'ni a, o'rta so'nggi merkantilizm va undan keyingi davrlarga to'g'ri keladi ekan. Shu nuqtai nazardan demak biza tarkiblaymiz. Endi ishlab chiqarish munosabatlaridan mulkchilik nuqtai nazaridan qarashimiz mumkin. A, ishlab chiqarish nuqtai nazaridan qarashimiz mumkin. Taqsimot nuqtai nazaridan, ayirboshlash nuqtai nazaridan, iste'mol qilish yo'llari nuqtai nazaridan qarasak, demak bu ishlab chiqarish munosabatlarini barada ekan. Endi iqtisodiy tizimlarni ustunda qanday ust qurilmalar bor desak, birinchisi siyosiy ust qurilma. Masalan, aytaylik, kapitalizm hammamiz bugungi kunda yashaydigan iqtisodiy tizim hisoblanadi. Lekin kapitalizmni ust qurilmasi mamlakatdan mamlakatga qattiq farq qiladi. Aytaylik, O'zbekistonda ham, Amerikada ham, Rossiyada ham, Yaponiyada ham va Xitoyda ham kapitalistik iqtisodiy tizim hisoblanadi. Lekin siyosiy nuqtai nazardan aytaylik, Xitoyning ust qurilmasi ularda sotsializm, ya'ni sotsial yo'naltirilgan davlat. Lekin shu bilan birgalikda kapitalistik iqtisodiyot yoki kapitalistik tuzilgan iqtisodiy tizimda yashaydi jamiyat. Bularning ust qurilmasi boshqacha. O'zbekistonda biza bilamiz, demokratik tizim, respublika, senatimiz va demak parlamentimizdan, ya'ni senatlar palatasi va deputatlar palatasidan tashkil topgan parlamentar mamlakat hisoblanamiz. Va bizada ham kapitalizm, Xitoy kapitalizmi bilan farq qiladi bu narsalar. Endi shu narsalar ust qurilma deydi yoki Amerika ko'proq korporativ yo'naltirilgan iqtisodiy, demak kapitalizm deb aytadigan bo'lsak bu narsani, shularni hammasi ust qurilmaga demak kiradi ekan. Endi huquqiy baza nuqtai nazaridan, ya'ni qonunchilikda nima ruxsat berilgan, nima ruxsat berilmagan, nimani aytalik qilsang ko'proq jarima to'laysan yoki boshqa narsa qilasan, yoki bo'lmasam soliq tuzilmasi yoki fiskal tuzilma yoki monetar siyosatni amalga oshiruvchi demak qonunchilik tizimlari, qonunchilik hujjatlari kiradi. Aytalik, u yoki bu tovarni ishlab chiqarishga 100% yoki 150% soliq qo'yilgan bo'lsa, bu ham demak iqtisodiyotga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi va rivojlanishdagi formatsion darajalarga ta'sir qiladi. Mana shu narsalarni biz demak ust qurilma deymiz. Keyingisi mafkuraviy nuqtai nazar, milliylik darajasidan kelib chiqadigan nuqtai nazarlar yoki oilaviy masalalar va boshqa ijtimoiy munosabatlar. Masalan, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, oldingi darsimizda to'ylar bilan nima qilgandik, misol keltirgandik. Bizada to'ylarni bo'lishi iqtisodiyotni ma'lum bir shaklga olib keladi. Va insonlarning hayot tarzini ham iqtisodiy nima desam, qarorlarini ham ma'lum bir shakl doirasida demak shakllantiradi. Bizga qiziq bo'lgan tovarlar va iqtisodiy munosabatlarning katta qismi esa aytaylik ana o'sha aytib o'tgan Xitoy yoki Amerika davlatimizda dolzarb emas, chunki ularda to'yga yoki bo'lmasa boshqa bir hayot davomidagi bo'ladigan tadbir yoki boshqa narsaga nima yondashuv boshqacha, ularda o'zlariga yarasha boshqa turdagi iqtisodiy munosabatlar yoki bo'lmasam iqtisodiy amaliyot shakllangan hisoblanadi. Aynan shu nuqtai nazardan demak biza yondashsak, bu ijtimoiy iqtisodiy yondashuv yoki ijtimoiy iqtisodiy formatsiya deb aytiladi. Ana endi kelinglar
sivilizatsiya darajasi jihatdan kelib yondashadigan bo'lsak, jamiyat taraqqiyotini biza sivilizatsiyalarni almashinuvi nazariyasi tarafdorlari tomonidan quyidagi yettita bosqichga ajratamiz va ana shu bosqichlar nuqtai nazarini yaratamiz. 30-35 yil, 30-35 asr davomida davom etgan birinchi davra biza neolit davri deb aytamiz. Bu demak, eng birinchi ilk biza ajratadigan sivilizatsiya davrimiz hisoblanadi. Davomiylik muddatini yana 20-23 asrni o'z ichiga olgani sharqiy kuldorlik davri yoki bo'lmasam bronza davri deb aytilamiz. Bu miloddan avvalgi 2000-chi, 3000-chi demak yillarga to'g'ri kelib boradi. Ana undan keyingi davrimiz antik davrimiz keladi, yoki temir asri deb aytamiz. Biza mana bu yerda temir qurollarni ishlatishni boshladik. Endi asosan temir qurollar degan vaqtimda biza bronzadan yasalgan qurollarni ishlatibmiz. Mana bu neolit davrida esa siz ko'rib turgan asosiy qurollarimiz demak toshdan yoki bo'lmasam taxtadan yasalgan qurollar hisoblanadi. Ana endi mana bu yerda antik davri yoki temir asri keldi. Demak, qattiqroq, kuchliroq temirlarga ishlov berib, qorishmalarni olishni insoniyat o'rganadi. Temirchilik va boshqa kasblar ham o'zi rivojlangan davr bo'ladi. Yoki o'sha qadimgi Gretsiya, Rimni tasavvur qilsangizlar, antik davriga bo'lgan tasavvur to'liqroq bo'ladi. Ana antik davri bu kuldorlik tizimini oxirgi yemirilish davriga demak to'g'ri keladi. Mana bu yerda sharqiy quldorlik davrida demak quldorlikni boshlanish nuqtasi deb qarasak bo'ladi. Ana undan keyin bizaga 7 asr ichiga o'z ichiga olgan erta feodal davri keladi. Bu davr G'arbiy Yevropada Rim imperiyasi qulashi bilan 5-asrlardan boshlanib to 18-asrlargacha davom etadi. Ya'ni 3 ta davrga bo'linadi. Erta yoki bo'lmasam ilk feodalizm, o'rta yoki rivojlangan feodalizm va so'nggi yoki feodalizmning yemirilish davri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy rivojlanish sal ertaroq amalga oshadi. Yevropaga qaraganda bu nuqtai nazarda bizda feodalizm davri 3-asrda demak paydo bo'ladi. Lekin faqatgina Yevropaga o'xshab 18-asrda emas, balki 20-asrgacha demak feodalizm davom qilinadi. Ana undan keyin keladigan davr esa taxminan 4,5 asr o'z ichiga oladi. Bu industriallashishdan oldingi davr deb hisoblanadi. Bu feodalizm bilan parallel nima qiladi? Davom qiladi. Undan keyin taxminan 2,5 asr o'z ichiga olgan industrial davr hisoblanadi. Bu 1600-yillarda o'sha Ost-Indiya kompaniyasini tashkil topish yoki bo'lmasam merkantilistik iqtisodiy siyosatlarni amalga oshirishni boshlagandan keyin o'sha Britaniyaning buyuk koloniallashtirish davrlariga to'g'ri kelib boradi. Va oxirgi bir yarim asr o'z ichiga oladi yuqori industriallashgan davr. Bu demak Birinchi jahon urushining oxiri, Ikkinchi jahon urushlaridan to bugungacha bo'lgan davr yuqori industrial mahsulotlar ishlab chiqish davri hisoblanadi. Endi texnik va texnologik taraqqiyot jihatdan yondashadigan bo'lsak, mehnat vositalari, materiallar, texnologiya, energiya, axborotlar, ishlab chiqarish, tashkil etish, birgalikda ishlab chiqarishning texnologik usuli deb aytiladi. Bunda biza asosiy 3 ta bo'lakka bo'lamiz. O'sha texnologik usul bosqichlari: birinchisi oddiy kooperatsiya usuli, keyingisi manufaktura usuli va mashinalar yordamida ishlab chiqarish sanaladi. Bir xil ish yoki xizmat vazifasini bajaruvchi xodimlarni eng oddiy demak shaklini kooperatsiya deb aytamiz. Masalan, hamma o'tirib bir xil ishni takrorlasa, ko'pchilik manimcha ko'rgan bo'lsa kerak, Koreyaga yoki Rossiyaga yoki Angliyaning u yoki bu shaharlariga, Yevropaga ketgan konveyerda ishlaydigan odamlar bor. Konveyerdan tovarlar keladi, kimdir uni bir qismiga tegadi, boshqa birov ikkinchi qismiga ishlov beradi. Uchinchisi avtomat bilan mahsulot
to'g'ri munosabat qilish uchun o'sha avtomat tegadigan joylarga moslab qo'yadi mahsulotni. Ana shunaqa funksiya bajaradigan shaklga biz oddiy kooperatsiya usuli deb aytamiz. E, Tushunishlaringiz uchun zamonaviy iqtisodiy tizimda biza asosiy industrial ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysak ham oddiy kooperatsiya usuli yoki manufaktura usulidan qo'llanilmaydi deb qaralmaydi. Bularni hammasi parallel bir-biriga, demak, xalaqit bermagan holatda yoki aralash ishlab chiqarishi katta qismi industriallashgan va sanoatlashgan mashina ishlab chiqarish ni o'z ichiga oladigan bo'lsa, uni qaysidir bir qismi mahsulot ishlab chiqarish jarayonida manufaktura usuli va yana qaysidir bir qismida oddiy kooperatsiya usuli bemalol ishlanishi mumkin. Bitta zavodni bitta ishlab chiqarishi ichida. Lekin shunday holatda umuman ishlab chiqarishga nom beradigan bo'lsak, demak, mashinalashgan ishlab chiqarish deb qaraladi bunga. Ichida mana bu elementlar bo'lsa ham. Agar sof faqatgina oddiy kooperatsiya usulini o'zida chiqadigan bo'lsa, unda biz oddiy kooperatsiya usulini o'zini nomlagan bo'lamiz. Shu ishlab chiqarishga nuqtai qaratilganda. Xo'p, endi manufakturaga keladigan bo'lsak, manufakturada bu mehnat taqsimotiga asoslangan, lekin mashina haligacha, demak, mavjud bo'lmagan shakl hisoblanadi. Masalan, qo'l mehnati bo'lgan hamma mahsulotlarni manufaktura usulida ishlab chiqarish desangiz bo'ladi. O'sha qo'l mehnatida qilinadigan mahsulotlarni asta-sekinlik bilan taraqqiyot e, kuchayishi bilan mashinalar orqali biz ishlab chiqaradigan bo'lsak, bu sanoatlashgan yoki mashinali ishlab chiqarishga o'tadi. Bunda demak ixtisoslashtirilgan qurol va asboblarga, tovar operatsiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni mashinalar yordamida tashkil etuvchi kooperatsiya. Ya'ni mana bu yerda kooperatsiya oson vazifalar nuqtai nazaridan bo'lsa, bu yerda murakkab vazifalar nuqtai nazarida, ya'ni ixtisoslashgan qurol va asboblar bilan amalga oshiradi. Manufakturada esa mana bu narsalar qurolsiz amalga oshiradi. Uchtasini farqi, demak, mana shu joyida. Endi fan texnika, texnologiya va axborot tizimidagi o'zgarishlarga qarab, bizada Aaron J. Galbraith va U. Rostov kabi olimlarimiz taraqqiyot bosqichini 3 bosqichga bo'ladi. Endi e'tibor bersangiz, mana bu yerda 7 bosqichga bo'linganda sivilizatsion yondashuv bo'yicha aynan fan texnika va texnologiya axborot tizimi bo'yicha 3 bosqichga bo'linadi. Bular industriallashgacha bo'lgan jamiyat va industriallashgan jamiyat. Keyingisi yuqori industriallashgan jamiyat va oxirgisi axborotlashgan jamiyat hisoblanadi. Biza bugungi kunda aynan shu Aaron Gilbert, Rostovlarning nuqtai nazaridan yuqori industrialashgan jamiyat bilan axborotlashgan jamiyatning, demak, kesishgan joyida yoki bo'lmasam yuqori industrialashgan jamiyatdan axborotlashgan jamiyatga o'tish davrida hisoblanamiz. Balkim o'tgandirmiz. Buni yana 50-100 yildan keyin, demak, iqtisodiy tarix kitoblarida, demak, ko'proq nima qilishadi, bayon qilishadi. Bugungi kunda biza turgan joyimizdan hali u yoki bu tizim o'zgarganiga nima bera olmaymiz, xulosa bera olmaymiz. Xo'p, industriallashishgacha bo'lgan jamiyatning asosiy belgilari 4 ta hisoblanadi. Bular aholining asosiy qishloq xo'jaligida band bo'lishi, chunki sanoat unchalik kuchli emas yoki juda kam. Lekin hammasi emas, asosan katta qismi. Asosiy mehnat aynan qo'l mehnati hisoblanadi. Bunda ya'ni texnika yoki bo'lmasam boshqa bir uskunalardan foydalanishga nisbatan qo'l mehnati yuqorilik qiladi. Mehnat taqsimoti ham juda sayoz yoki bo'lmasa past darajada. Mehnat taqsimoti yo'q emas, bor, lekin odatda katta ko'pchilik ishchilar aralash hamma ishni qiladi. Masalan, bitta usta bo'ladigan bo'lsa, u usta, aytaylik, ham loy qorishga, ham aytaylik kirpichlarni tayyorlashga, ham uni terishga, yana boshqa bir qancha masalalarga birdaniga javob beradi. Kimdir uni, kimdir buni qilish darajasi haddan tashqari past. Va asosiy nima? Iqtisodiy shakl natural xo'jalik yoki bo'lmasam o'zini o'zi to'liq qoplaydigan shaxsiy iste'mol uchun ishlab chiqariladigan tovarlar
ishlab chiqarish xo'jaligi asosiy hukmron bo'ladi. Mana shu to'rtta asosiy belgidan biza demak sanoatlashishgacha bo'lgan jamiyatni ajratib ola bilamiz. Endi sanoatlashgan jamiyatni o'zini esa uchta belgi orqali demak biza ajratib olamiz. Birinchisi, ishlab chiqarishni mashinalashganligi yoki bo'lmasam avtomatlashganligini ko'ramiz. Ikkinchisi, sanoatning fan texnika yutuqlari asosida rivojlanishi va unda ishchilar sonining ko'payishi. Bu yerda aynan qishloq xo'jaligi va sanoat nuqtai nazaridan demak kontrastlarni ko'radigan bo'lsak, ko'plab odamlar qishloqlardan shaharlarga kelishi bilan shaharlarni kattalashuv davri, demak o'sha sanoatlashish davriga to'g'ri kelib boradi va sanoatda band insonlar soni qishloq xo'jaligida band insonlar soni bilan demak taqqoslaydigan darajada ko'payadi. Bular teng, sal kamroq yoki sal ko'proq bo'lishi mumkin shu nuqtai nazardan. Demak, mamlakatni ham aholisini katta qismi sanoatda band bo'lib, yalpi ichki mahsulotining katta qismini aytaylik yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligidan kattaroq qismini sanoat beradigan bo'lsa, bu mamlakatga industrial mamlakat yoki yuqori sanoatlashgan yoki sanoatlashgan mamlakat deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi aytgandek, shahar aholisining qishloq aholisiga nisbatan tezroq ko'payishi hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda masalan O'zbekistonni o'zini misol qiladigan bo'lsak, shaharlarda qishloqlarga qaraganda demak ko'proq aholi istiqomat qiladi. Shundan ham biz tushunishimiz mumkin. O'zbekiston bugungi kunda sanoatlashgan mamlakat hisoblanadi. Endi uchinchi yoki bo'lmasam eng muhim bosqichimiz bizani yuqori darajada industriallashgan demak jamiyat yoki axborotlashgan jamiyatga qarab ketishimiz hisoblanadi. Bunda xizmat ko'rsatish sohasini yuksak darajada rivojlanishi, ishchi kuchini asosiy qismini 60-70% aynan endi sanoatda yoki qishloq xo'jaligida emas, aynan xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lishi, fanni ishlab chiqarishga bevosita bog'liq bo'lishi, xodimlarning malakasi va mutaxassislarning rollarini oshishi, ya'ni endi har qanday odam har qanday ishga to'g'ri kelmaydi, o'sha kvalifikatsiya talab qilib boshlanadi. Oliy ta'lim va ishlab chiqarish, umuman ta'lim va ishlab chiqarish o'zaro chambarchas bog'liqlikni kasb etishni demak boshlaydi. Iqtisodiyotning hamma sohalarida va kundalik hayotda axborot va hisoblash texnikalaridan keng foydalanadi. То есть biza ishlatadigan kompyuterlar, planshetlar, telefonlar va hokazo har qanday axborot tashuvchi vositalar bu yerda nazarda tutilyapti. Va oxirgi demak 5-belgisi, tovarlar va xizmatlar sifatiga putur yetkazmasdan iqtisodiy resurslarning hamma turlarini tejash imkonini beradigan yangi texnik va texnologiyalarning keng qo'llanilishi demak hisoblanadi. Xo'p, iqtisodiy tizimlar va ularning demak turli modellariga keladigan bo'lsak, har bir davrda va har bir joyda amal qiladigan iqtisodiy munosabatlar majmuini biza iqtisodni tashkil qilish shakllari, xo'jalik mexanizmi va iqtisodiy muassasalar bilan birgalikda demak iqtisodiy tizim deb aytamiz. Bu demak iqtisodiy tizimning asosiy demak qoidasi. Iqtisodiy tizim turlarini biz asosan to'rtta turga bo'lamiz. Bular an'anaviy iqtisodiyot turi, ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyoti turi, bozor iqtisodiyoti va aralash iqtisodiyot hisoblanadi. Demak, an'anaviy iqtisodiyot deganda biza nimani tushunamiz? An'anaviy iqtisodiyot bu uzoq davrlar mobaynida an'anaviy tarzda amal qilib keluvchi urf-odatlar, tartiblar, udumlar asosida yuritiluvchi iqtisodiy tizim hisoblanadi. Ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyoti barcha moddiy resurslarga ijtimoiy yoki bo'lmasam davlat mulkchiligining hukmronligi, xo'jalik yuritishga oid barcha muhim qarorlarning markazlashishi tartibida ma'muriy organlar tomonidan qabul qilishga asoslangan iqtisodiy tizim bo'ladi. Xo'p, o'qilishi sal murakkabroq yoki qiyinroq eshitilayotgan bo'lsa, oson qilib tushunadigan bo'lsam, ma'muriy buyruqbozlik tizimi markazlashgan iqtisodiy tizim hisoblanadi. Bunda aytaylik, biron bir hududda u yoki bu hokimiyat o'rnatiladi. Ana o'sha hokimiyat orqali
barcha moddiy resurslar yoki bo'lmasam barcha boshqa resurslar a, bitta boshqaruvchi apparat, markaziy apparat tomonidan demak taqsimlanadi. Eng ajoyib misol bu narsaga a, 91-yilda parchalanib ketgan, demak, Sovet Ittifoqi sanaladi. Bu ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyot tizim bo'lib, resurslar ham, mehnat taqsimoti ham, boshqa narsa ham markazdan, ya'ni Moskvadan taqsimlangan. Va ixtisoslashuv darajasi bilan mamlakat nuqtai nazarida, ya'ni respublikalar darajasiga gacha olib chiqishgan. Aytaylik, mehnat taqsimotida O'zbekistonga paxta yetishtirib beradigan, demak, paxtachilik roli kelib chiqadi. Biza bilamiz, hududimizda uzoq muddat davomida, demak, o'sha paxta dalasi sifatida ko'rib, ekspluatatsiya qilib, yerlarimizni ancha, demak, ekspluatatsiya qilishgan va o'sha hosildorligini boshqasini o'ldirishgan, uzoq muddatda paydo qilingan ko'p narsalar, shu jumladan yaxshi bog'lar va hokazolar buzib ketilgan, ya'ni effektivlik darajasi haddan tashqari past bo'lgan iqtisodiy tizim hisoblanadi. An'anaviy iqtisodiyotda asosan biza qadimdan kelgan natural xo'jalik tizimidagi yoki bo'lmasam uzoq muddatlarda urf-odatlar yoki tizimda saqlanib qolgan tartiblar, udumlar orqali yuritiladigan iqtisodiy tizimni tushunamiz. Bunga eng zo'r misol, o'zlaringizni oiladagi nimani tasavvur qilsangizlar, iqtisodiy muhitni hammani uyida u yoki bu shakllanib kelgan, demak, iqtisodiy tamoyillar, prinsiplar bor. Kimlardadir u bir xil turda, kimlardadir boshqa turda, lekin umumiy urf-odatlar bor. Va mehnat taqsimoti ham avtomatik bajarilgan. Masalan, xarajatni aytaylik, ota qiladi, u bu narsalarni taxlash yoki menejment bilan uyni ichida ona shug'ullanadi yoki buvi shug'ullanadi. Suvga, elektr toki, yana bir nimalarga yana kimdir mas'ul va hokazo. Shu tarzda o'z-o'zidan kelib chiqqan mehnat taqsimoti bor. Buni mamlakat nuqtai nazaridan kengaytirsak ham, aynan shu an'anaviy iqtisodiyotni, demak, mamlakat miqyosida olamiz. Ho'p, oxirgi ikkita tizimimiz birisi bozor iqtisodiyoti, ya'ni biza O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida hisoblanadi. Demak, bu tovar-pul munosabatlari, raqobat, iqtisodiy faoliyatni yuritishda erkinlik va bozor mexanizmlariga asoslangan holda yuritiladigan iqtisodiy tizim hisoblanadi. Asosiy bozor iqtisodiyotining elementi raqobat mavjudligi. Bu yerda monopoliyaga yo'l qo'yilmaydi yoki bo'lmasa monopoliyadan iloji boricha qochiladi. Bozorda aynan raqobat muhiti, demak, oldinga suriladi va targ'ib qilinadi. Oxirgi tizimimiz aralash iqtisodiyot deb aytiladi. Bu iqtisodiyot faoliyatini tashkil etish va boshqarishda bozor mexanizmlari, tamoyillari, qonunlarini ma'muriy tartiblash usullari bilan oqilona tartibda uyg'unlashtirib, foydalanishga asoslangan iqtisodiy tizim. Yoki bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ma'muriy buyruqbozlik iqtisodiyotidagi qandaydir elementlarni minimallashtirgan holatda bozor iqtisodiyotiga integratsiya qilish yoki bo'lmasam uyg'unlashtirish hisoblanadi. Aytaylik, bozor iqtisodida bozor o'zi hamma narsaga javob bersa, qandaydir davlat aralashuvi bo'lmasa yoki bo'lmasam Adam Smithning yashirin qo'l nazariyasi to'liq ishlaydigan bo'lsa, bu tarixda biz bir necha bor kuzatganmiz, oxir oqibat inqirozga olib keladi. Eng yaxshi misol Amerikadagi 1927-29-yillardan 1935-yilgacha davom etgan Buyuk depressiya yoki bo'lmasam eng katta tarixdagi iqtisodiy inqiroz bunga misol bo'la oladi. Aralash iqtisodiyotda davlat, demak, qisman iqtisodiyotga bilvosita aralashadi, lekin ba'zi asosiy aralashuv tizimi bevosita bo'la olmaydi. Ana shu tizimga biza, demak, aralash iqtisodiyoti deyilamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shu bilan yakunlandi. Savollaringiz